mashhur do'stimiz bilan bellashuvni boshladik. Xalqimizning xizmatida beminnat bo'lib kelayotgan do'stimizni kim tanigan bo'lsa, ismlarini hamda ijodlari haqida ma'lumotga ega bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsin. Do'stimiz bilan 5 million so'mlik bellashuvni boshladik. Assalomu alaykum. Do'stim, xush kelibsiz. Aziz Farg'ona ahli, assalomu alaykum. Shouga aralashib qoldik-a? Albatta. Men bunaqasini birinchi marta ko'rishim. Lekin agar yutsam, xalqimizga juda chiroyli konsert berib, xalqimizga kayfiyat bo'ladi agar yutsam. Sensatsiya bo'ladi. San'at sohasida do'stimizga shak shubha yo'q, ijodi juda go'zal, ovozlariga ham 5+. Ko'ramiz 1 kilolik chamada qay darajada chamalari a'lo ekan. Bir qancha tomoshabinlarning oldida biz mana realli 5 million so'm sovg'a tarzida beramiz. Faqatgina 1000 gram kelsa bo'ldi. Keladi. Onajon 1 kilo chiqsa 1 million so'mni sizga sovg'a tariqasida beramiz. Kelishdi-ya do'st? Albatta 1 millionni sizga. Bo'ldi. Qani? Sovg'a do'stim. Jichcha omonmikin. Qo'ya. Nimanidir hidi kelyapti, nimanidir. Bunisini sotib olamiz. Bunisini sotib olamiz. 1000 gram qoladi. 1000 gram qoladi. Dahshat. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Rahmat. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin onajon.